Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Muomala haqida qisqacha tushuncha. Birovning qanday odam ekanligi, axloqining qanchalik darajada ekanligi, uning boshqalar bilan bo'lgan muomalasi orqali ifodalanadi. Kishilarga ularning tashqi qiyofatiga, chiroy shakliga yoki ibodatlarining ko'pligiga qarab emas, faqat muomalasiga qarab baho bergili bo'ladi. Islom dini musulmonlarni islom axloqini o'lcham qilgan holda, butun insoniyatga yaxshi muomala qilishga, hatto hayvonlarga rahm shafqatli bo'lishga, shundaqla barliq muomalalarda to'g'ri, adolatlik, haqqoniy bo'lishga chaqiradi. Chunki har qanday bir jamiyat kishilarining o'zaro inoqligi xotirjam holda baxtli hayot kechirishi shu jamiyatda yaxshi muomalaning umumlashishiga bog'liqdir. Vazifasini qetirqinib ixlos bilan o'rindash, boshqalarning g'amini yeyish va o'zaro bir-biriga ko'yinish qatorliq yaxshi odatlarning hammasi yaxshi muomalaning mahsulidir. Islom ulamolarining qadimdan beri takrorlab kelgan din muomaladir degan so'zga diqqatimizni og'dirganimizda, islom dinida yaxshi muomalaning qanchalik ahamiyatli ekanligini bilamiz. Buningga asosan deyalayimizki, diyonat yoki dindorlik islom ibodatlarini rasmiyat shaklda o'rindab qo'yish bilan emas, yurish-turish, axloq va boshqalarga bo'lgan muomalalarda ifodalanadi. Zamonimizda tashqi qiyofatida diyonatli ko'rinadigan, ammo ichki dunyosi buzuq kishilarmi ko'p. Masalan, islomning tashqi ibodatlarini to'liq o'rindaydigan, 5 vaqt namozni tark qilmaydigan, kishilarning ko'zida eng dindor ko'rinadigan, ammo boshqalar bilan bo'lgan muomalasida ko'ringanning aksicha bo'lib, jo'risiga va bolalarga qo'pol muomala qiladigan, atrofidagilarga cho'ngchilik qiladigan, uning bilan muomala qilganlarni jaq to'yg'izadigan, kishilarni aldaydigan, yolg'on so'zlaydigan, bag'ri qattiq, stili buzuq odamlar bor. Mundaqlar o'zlarini dindor va axloqli deb sanasimi, islom dini ularni undaq sanamaydi. Boshqalarga yomon muomala qiladigan odam boshqalarning hurmatiga va sevgisiga hargizmi erishamaydi. Boshqalarning sevgisiga erishamagan odam eng baxtsiz odamdir. Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomni maqtab, Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi degan. Sura Al-Imron 159-oyat. Yomon muomalaning turlari ko'p bo'lib, boshqalarning g'ururini zidlaydigan, ko'nglini ranjitadigan so'zlarni qilish, ochchig'ini bosolmay chechilish, qarshi tarafning hissiyotini e'tiborga olmaslik, oilasidagilarga qo'pollik qilish, xizmatdoshlarini, qo'shnilarini va aralashgan kishilarni ranjitish, ilm setim ishlarida soxtapazlik qilish va yolg'on so'zlash qatorliq ishlarning hammasi yomon muomala turiga kiradi. Bag'ri yumshoq, to'g'ri muomalalik odamni kishilar so'yadi. Uning bilan aralashqisi va muomala qilg'isi keladi. Alloh taolo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomni ta'riflab mundaq degan: "Ey insonlar, shubhisizki, sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulfat chekishinglar uningga og'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga erisdir. Mu'minlarga amroqdir, nihoyatda ko'yimchandir." Sura Tavba 128-oyat. Zamonimizda fan texnika ilmlarining ushqandek taraqqiy qilishi bilan dunyo kichik bir mahalliga aylanib qolgandek tuyulmoqda. Bu ahvol insonlarning o'zlari yashayotgan jamiyatning a'zolari bilan yaxshi o'tish bilan birga, boshqa jamiyat insonlar bilan inoq, yaxshi o'tishga bo'lgan zo'r ehtiyojni his qildirmoqda. Musulmonlarning ustida islom dinining ko'rsatmasi bo'yicha hayot surishdan boshqa yana bir farz bordir. U bo'lsa islom dinini boshqalarga tanishtirish, tashviq qilish va ularni bu ulug' dinga da'vat qilishdir. Bu farz islom iste'molida amru ma'ruf va nasiyat deb ataladi. Alloh taolo bu farzni bizga asıltib, ey Muhammad ummati, sizlar insonlarning manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar degan. Sura Al-Imron 110-oyat. Hamda bu farzni musulmonlar nima bilan o'rindaydi? Tabiiyki, ig'izi orqali da'vat qilishdan avval amaliyati va muomalasi bilan o'rindaydi. Hozirgi ko'p sonliq musulmonlarning kishilarni islomga da'vat qilish yo'lida mag'lubiyatga uchrashining eng asosli sababi ularning e'tiqodlari bilan amaliyat qilganlarining birdek bo'lmasligi. So'z boshqa, amaliyati boshqa bo'lganlikdan iborat edi. Shaksizki, kishilarni iymon islomga, yaxshi ishlarga yetaklashning eng unumli yo'li
islomni amaliy hayotimizda yashnatib ko'rsatishdan iborat. Islomni hayotimizda joriy qildirishning yo'li muomaladan boshlanadi. Ulug' yo'lboshchimiz va ulgimiz Hazrati Muhammad alayhissalom islom dinining go'zalliklarini, afzalliklarini o'z turmushida joriy qildirib ko'rsatishda voyaga yetkazgan zot edi. Shunga uning da'vati chorak asrga yetmagan oz bir vaqt ichida butun arab yarim orolida o'rin olgan. Din muomaladir. Islom dinida buyurilgan ibodatlarning har biri birardan muomaladir. Masalan, islom ibodatlarining eng kattasi bo'lgan namoz inson bilan Alloh o'rtasidagi muomala bo'lganning sirtida insonning boshqalar bilan bo'lgan munosabatini yaxshilash tarafda yuksaltirilgan bir muomala nuqtasidir. Alloh taolaning namoz haqiqatan qabih gunohlardan va yomon ishlardan to'sidi. Sura Ankabut 45-oyat. degan so'zidagi yomon ishlar, yomon muomala va nachar axloqlarni ifodalaydi. Buningdan boshqa namoz insonning hayotidagi qiyinchiliklarni yengishda yordam so'raydigan axloqiy yo'lanchikdir. Alloh taolaning ey mu'minlar, sabr va namoz orqali yordam tilanglar degan so'zi buni ifodalaydi. Sura Baqara 153-oyat. Ikkinchi cho'ng ibodat bo'lgan zakat boylardan elib kambag'allarga beriladigan iqtisodiy ibodat bo'lib qolmasdan insonni bexillik, qisiqlik kirlardan poklab, uning axloqi dunyosini beyitadigan, Alloh va inson bilan bo'lgan aloqasini yaxshilaydigan bir muomala xarakterlik ibodatdir. Shunga Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni ularni bexillikning kirlaridan va gunohlardan poklashing va yaxshiliklarni ko'paytirishing uchun ularning mollarining bir qismini zakat hisobida olgin deb buyurgan. Sura Tavba 103-oyat. Uchinchi cho'ng ibodat bo'lgan ro'za nafsini istaklardan to'sishga ko'ndirish, tarbiyalash va taqvolikqa odatlantirish xarakteridagi axloqiy ibodat bo'lib, u insonning Alloh va boshqalar o'rtasidagi muomalasidir. Chunki nafsini yig'ib o'zini tutishning o'zi kishida boshqalarga yaxshi muomala qilish ro'yini uyg'otadi. Alloh taolo: "Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanib taqvolik doirasiga kirishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga farz qilinganiga o'xshash, sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi" degan so'zda ro'za tutish orqali taqvolik hosil bo'ladiganligi bayon qilingan. Sura Baqara 183-oyat. Taqvolik Alloh taolaning g'azabiga uchrab qolishdan ehtiyot qilganlikdan, yomon axloq, yomon muomala va yomon ishlardan yiroq turish orqali Allohning himoyasiga kirish degan ma'noni ifodalaydi. Demak, haqiqiy ma'nodagi taqvolik yaxshi muomalalik bo'lishni kafolatlantiradi. To'rtinchi cho'ng ibodat bo'lgan haj insonlar bilan qandoq o'tish, qandoq muomalada bo'lishni o'rgatadigan tarbiya xarakterlik ibodatdir. Odatda haj faoliyati nurg'un insonlarning ishtirok qilishi bilan to'planib o'rinlanadi. Bu faoliyatlar jarayonida ochiqlanish, qo'pollik qilish, gunoh ishlash va ayrimchilik qilish cheklanadi. Shunga hojilar boygadoy, rais puxra, rang, til va irq farqlarini butunlay yo'q qilgan holda hammasi bir xil oq ekramga yo'ginadi. Payg'ambar alayhissalomning kimki jidal majro qilmasdan, gunoh ishlamasdan haj qiladigan, u onasidan amda tug'ilgan bu vaqtda gunohdan pok bo'ladi degan. Imom Buxoriy rivoyat. Muborak hadismi haj ibodatining tarbiyalanish faoliyati ekanligini ifodalaydi. Hajning shu poklikni saqlay olishi uning haj faoliyatida olgan tarbiyasini davom qildirishga bog'liq. Afsuslik bilan shuni aytamizki, yuqorqi va boshqa ibodatlar shu asosli g'oyasini va nishon qilgan maqsadlarni yo'qotib qo'ygandan keyin bu ibodatlar xuddi jonsiz tallarga o'xshash bo'lib qolganlikdan ko'plagan kishilarni yomon ishlardan to'siyolmagan, taqvolikni barpo qilolmagan, muomalada durust bo'lish axloqini tiklayolmagan. Qisqasi, bu ibodatlarni o'rindashdagi muddao amalga oshmagan. Shuni bilish kerakki, ibodatlarning o'zi g'oya emas, balki har bir ibodat insonlarni taqvolik, go'zal axloq, yaxshi muomala va esil fazilatlarga erishtirish orqali Alloh taoloni mamnun qilish yo'lida birardan vasila yoki shu ulug'vor fazilatlarga yuksalish yo'lidagi sho'ti hisoblanadi. Buningdan boshqa ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va hayotlikda insonlar duch keladigan butun ishlarning islom dinida belgilangan maxsus muomala qoidasi bordir. Bularning hammasida muomalaning durust, to'g'ri yoki adolatli bo'lishi talab qilinadi. Muomalaga munosabatlik masalalar. 1071-savol. Musulmon odam kimlarga qarata yaxshi muomala qilishga buyurilgan? Javob: Musulmon odam hammaga islomiy axloq doirasida yaxshi muomala qilishga buyurilgan bo'lib, tafsili qilib aytganda tuvandikilar.
Birinchi, o'ziga yaxshi muomalada bo'lish. Ikkinchi, oiladagilarga yaxshi muomalada bo'lish. Uchinchi, ota-onaga yaxshi muomalada bo'lish. To'rtinchi, tuqqanlarga yaxshi muomalada bo'lish. Beshinchi, qo'shnilarga yaxshi muomalada bo'lish. Oltinchi, xizmatdoshlarga yaxshi muomalada bo'lish. Yettinchi, do'stlarga yaxshi muomalada bo'lish. Sakkizinchi, jamiyatga kishilarga yaxshi muomalada bo'lish. To'qqizinchi, umumiy musulmonlarga yaxshi muomalada bo'lish. 10. Musulmon emas xalqlarga yaxshi muomalada bo'lish. 11. Bütün insoniyatga yaxshi muomalada bo'lish. 12. Hayvonlarga va tabiatga yaxshi muomalada bo'lish. Muomala prinsipi. 1072. savol. İnson o'ziga qarata qanday yaxshi muomalada bo'lish kerak? Javob. İnson eng avval o'z-o'ziga to'g'ri bo'lishi, o'zini aldamasligi, o'zining vijdoni qabul qilolmaydigan ishlarni qilmasligi, o'zining ro'yiga, diniga, axloqiga va tan saqliqiga ziyonliq bo'lgan ishlardan yiroq bo'lishi lozim. Bu deganlik o'z-o'ziga har ishda to'g'ri va qoida usulliq bo'lish talabini qo'yib, uningga xiloflik qilmasligi, o'zi uchun xolamagan ziyon zahmatlarni boshqalarga keltirishdan saqlanishi, tamaki chekish, aroq ichish, zina qilish, qimor o'ynashga o'xshagan o'ziga bevosita ziyonliq bo'lgan ishlarni qilmasligi, Alloh taolaning va xalqning oldida o'zining aybkor bo'lib qolishiga sabab bo'ladigan noshoyin ishlardan saqlanishi, har vaqt o'z-o'zidan hisob olib turish orqali o'zini aql, vijdon va shariatning mezoniga selib turishi deganlikdir. Sizlardan hisob ilinishdan avval sizlar o'z-o'zinglardan hisob olib turinglar. Degan ko'rsatma bu ma'noni ifodalaydi. Buning aksicha ish ko'rish, o'zini oldiganlik yoki o'ziga qarata yaxshi muomalada bo'lmaganlikdir. Oila hayotidagi islom prinsiplari. 1073. savol. İnson oilasidagilarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. Bir odamning oilasidagilarga qarata muomalasi u odamning qanday odam ekanligini aniq ko'rsatib beradigan aynakdir. Payg'ambar alayhissalom sizlarning eng yaxshilaringlar o'z oilasidagilarga eng yaxshi muomala qiladiganlardir deyish orqali kishilarning sirtqi qiyofatiga yoki sirtdagilarga qilgan muomalasiga qarab baho belgilab bo'lmaydiganligini, balki uning o'z oilasidagilarga qilgan muomalasiga qarab uni yaxshi yoki yomon deb baholag'ili bo'ladiganligini ko'rsatgan. Chunki inson sirtdagilarga o'zini yaxshi ko'rsatish niyati bilanmi yaxshi muomala qilib qo'yadi. Ammo uning oilasidagilarga qiladigan muomalasi eng tabiiy muomala bo'lib, shu odamga qo'yilgan diagnozdir. Birovning oila a'zolari, uning jo'risi, ota-onasi va farzandlarini o'z ichiga oladi. 1074. savol. İnson o'zining jo'risiga qarata qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. İslam qonunida er bilan ayolning bir-biriga o'tashga tegishli burchi va har birining ustidagi qarshi tarafning haq-huquqlari aniq belgilangan. Har qanday bir jamiyat uni idora qilib turadigan, jamiyat a'zolarining ishlarini to'g'ri yo'lga soladigan bir mas'ulga ehtiyojli bo'lganidek, oilami jamiyatning bir tarkibi bo'lganligi uchun oilaga mas'ullik qiladigan bir mas'ulning shu oilada bo'lishiga intayin ehtiyojlidir. Bu mas'ullikqa erlar ayollarga nisbatan munosabatlidir. Chunki erlar umuman jismoniy jihatdan kuchlik, sovuqqon bo'lg'achqa, ular oila ishlarini tamkinlik bilan boshqara oladi. Alloh taolo erlarning bu ortiqchiligini bayon qilib, erlar ayollarning homiylardir degan. Sura Nisa 34-oyat. Erlarning ayollarni va oilani himoya qilib, idora qilishidagi mas'uliyatga hech kim inkor qilolmaydi. Qisman ayollar bu mavzuda ba'zi erlarning qobiliyatli bo'lsa-mu, umuman aytganda erlarning oilani boshqarish ishida qobiliyatli ekanligi hammaga ma'lum. Ahvol shunday ekan, ayollarning Alloh taologa osiylik bo'lmaydigan butun ishlarda erlarning xohishiga hurmat qilishi, ularga bo'ysunishi zarur. Bu huquqdan foydalanib, o'zlarini xo'jayin, ayollarni bo'lsa xizmatchi o'rinda ko'rib, ularni hadab xo'rlaydigan, urib tillaydigan erlar haqiqatan nodon va haqsiz erlardir. Turmush faqat er-ayol ikkisining bir-birini tushunishi va bir-biriga yo'l qo'yishi bilan davom qiladi. Chunki er-xotinlik hayotning baxtli holda davom qilishi, er-xotin har ikkisining o'z ustidagi mas'uliyat va bir-birining haq-huquqlarini tonishiga bog'liq. Uning saodati er-xotin har ikkisining bir-biriga bo'lgan qizg'in muhabbatiga va samimiy muomalasiga bog'liqdir. Er-ayol ikkisining bir-birini himoya qilib qo'g'dishi, bir-birining kamchiliklarini afv qilishi va ikkisi o'ttirisidagi sirlarni saqlashi baxtli oilaning kapolatidir. Erning ayolga o'tashga tegishli burchi. 1075. savol.
Erning ayolga o'tashga tegishli burchi qaysilar? Javob. Erning ayolga o'tashga tegishli burchi tuvandikicha. Birinchi. Erning ayoliga yaxshi muomala qilishi, uningga azor bermasligi, uni asirishi, butun muhabbatini va sevgisini uningga beg'ishlagan holda, uningga har ishda mehribonlik ko'rsatishi. Ikkinchi. Ayolining ba'zi xatoliklarga, bo'libmi ayolining mijozi o'zgarib qolgan chog'lardagi ba'zi yiqimsiz muomalasiga sabrchanlik bilan muomala qilishi, xatoliklarni afv qilishi, dardini anglab holiga yetishi. Uchinchi. Ayolining ko'nglini elishi, ayoliga bo'lgan sevgisini har vaqt izhor qilib turishi. To'rtinchi. Ayolini boshqalarning yomon niyatli ko'zlaridan va tamallardan muhofazat qilishda g'ururlik bo'lishi, ayolining hurmatini qilib, uni qadrlashi, oilaning buzilishiga sabab bo'ladigan ishlarning yuz berishidan g'aflatda qolmasligi. Lekin ayolini kulladim deb, uning orqasidan jasuslik qilmasligi, badniyatlik bilan ayolni asossiz qorilmasligi lozim. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda kishilarni yomon gumon qilishdan ma'ni qilgan. 5. Ayolni imkon qadar ota-onalardan ayrim uyda turg'izishi, uyning butun ehtiyojli narsa keraklarini hozirlab berishi, ayoliga qaynota va qaynonasining butun yuklarini yuklab olmasligi. 6. Ayolining berishga tegishli bo'lgan mahrini va boshqa haqlarini to'liq ado qilishi. 7. Ayoliga dinning ahkomlarini o'rgatishi, namoz, roza, zikr, duo va Qur'on o'qish qatorliq butun ibodatlarni o'rgatishi, ham vaqtida o'rindishiga undishi, shundaqla uningga bu ishlarda yordam berishi. 8. Ayoli uningga yomonlik qilgan taqdirdami, uni urmasdan nasihat qilib yo'lga kirgizishi, imkon qadar ayolni urmasligi. Payg'ambar alayhissalom sizlarning yaxshilaringlar ayollarini urmaydiganlar deb ko'rsatgan. Ibn Majah rivoyat. Ayol uchun eng oxirgi chora va eng qattiq jazo vaqtliq uningga jinsi tarafdan yaqinchilik qilmaslikdir. 9. Ayoli navoda tug'utni orzu qilsa yoki yomon g'araz bilan emas, balki yo'lliq o'zrisi tufayli tug'maslikni tanlasa, uni zo'rlamasdan o'zaro kengashish bilan ish ko'rish. 10. Ayolini yoki uning ota-onasini yoki tuqqanlarini to'van ko'rmasligi, haqoratlamasligi, masxara qilmasligi. 11. Ayoliga bolalarni beqish, tamoq etish, kir yuvish qatorliq uy ishlariga yordamlashishi. Chunki payg'ambar alayhissalom ayollarga uy ishlarida yordamlashatdi. 12. Birdan ortiq ayoli bo'lsa, ularning orasida butun ishlarda adolatli ish ko'rishi. 13. Ayoli bilan ajrashishga to'g'ri kelsa, uningga yomonlik qilmasdan, ziyon yetkazmasdan, azor bermasdan, aybini ochmasdan chiroyliqcha ajrashishi. Ilgari berganlarini va to'yliqni qaytarib elishni talab qilmasligi. Yuqorqilar erning ustidagi ayoliga o'tashga tegishli bo'lgan haqlarning hammasi emas, balki muhimlardan bir qismidir. Payg'ambar alayhissalom vidolish shajjida so'zlagan xutbasida musulmon erlarga ayollarni asrash to'g'riliq nihoyat muhim va ta'sirli vasiyatlarni qilgan. Ayolning eriga o'tashga tegishli burchi. 1076-savol. Ayolning eriga qarata muomalasi va o'taydigan haqlari qaysilar? Javob. Ayolning eriga qilgan muomalasi va o'taydigan haqlari tuvandikilar. 1. Erining haqqini va uning manfaatini o'zining va jimi tuqqanlarining haqqidan va manfaatlaridan a'lo bilishi va uni qo'g'dishi. 2. Oylik odat va tug'utlik vaqtlardan boshqa har qanday vaqtda imkon qadar erining rag'batiga moslashishi. Ayol bir-birining rag'batiga moslashishi intayin muhim masaladir. Ko'plagan oilalarning baxtsizlikka uchrashi umuman mushu sababdan bo'ladi. Erlarning boshqa ayollarga buzilishining sabablaridan biri ayolining uni rag'batiga moslashmay, uni ranjitganlikdan kelib chiqadi. 3. Erining ruxsatsiz boshqalarga uydan bir narsa bermasligi, ammo yemak-ichmakdan boshqalarga sadaqa bersa bo'ladi. 4. Erining ruxsatsiz safarga chiqmasligi, eri yoqtirmaydigan ayol har qanday kishi bilan aralashmasligi. 5. Allah bergan rizqqa qanoatli bo'lishi, qattiqchilik kunlarda eridan shikoyat qilmasligi, yaxshi kunlarda Allohni unutmasligi, erining mehnatini har vaqt qadrlashi. Eng yaxshi xotin erga hamisha harom kasbdan saqlangan. Biz turmushning qattiqchiligiga bardosh bera olamiz, ammo do'zax o'tiga bardosh berolmaymiz deydigan xotindir. 6. Eridan boshqalarga o'zini ko'rsatish uchun zinnatlanmasligi, boshqalarga yuz, qo'llari va putlaridan boshqa avrat a'zolarini namoyon qilmasligi, qisqa, nepiz kiyimlarni kiyishdan saqlanishi,
ayol ikkisining o'ttirisidagi sirlarni saqlashi. Xotinlik sirlarini sirtqa yayg'uvchilarga payg'ambar alayhissalom la'nat qilgan va ularni qiyomat kuni Alloh taolo hech so'z qilmasdan, shafqat nazari bilan qaramasdan jazolaydiganlar qatoridan sanagan. 7. Erining do'stlari bilan eri bo'lmagan joylarda paranglashmasligi. Eri yo'q vaqtda kelgan yolg'iz mehmonni yolg'iz qarshi olmasligi. O'zi yolg'iz bo'lsa, uni uyga taklif qilmasligi. 8. Eriga o'sin jamoli, boyligi va mansibi bilan faxrlanib, cho'nglik qilmasligi. Ya'ni ayoli erdan bir qadar ortiq jamolga, boyliqqa, mansabga yoki esil nasabga ega bo'lgan bo'lsa-mu, uningga ishinib cho'nglik qilmasligi. 9. Farzandlariga mehribon bo'lishi, ularni urib tillamasdan yaxshi tarbiyalashi, eriga til uzatmasligi. 10. Uy ichini pokiz, ratlik tutishi, isrofchilikdan saqlanishi. 11. Ayol qaynonasi va qayn otasini hurmatlashi, imkon qadar ularning xizmatlarida bo'lib, yaxshi duolarni elishga tirishishi lozim. Chunki u shularga qilganlarning o'qishini keyinchi kelin yoki kuyovlardan ko'radi. Bu olam o'tni olam deb bekorga aytilgan emas. Ota-ona va farzandlar haqidagi islomiy prinsipi. 1077-savol. Ota-onalarning ustidagi farzand haqlari qaysilar? Javob. Farzandlar ota-onalarga Alloh tarafidan topshirilgan ham sharaflik ham xatarlik omonatdir. Ota-onalar qiyomat kunida Allohning oldida bu omonatlarning javobgarligidan so'raladi. Alloh taolo Qur'on Karimda musulmonlarni bu javobgarlikdan ogohlantirib mundaq deydi: O'zinglarni va bola-chaqanglarni inson va tashlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. Sura Tahrim 6-oyat. Ularning o'zlarini va bola-chaqalarini do'zax azobidan saqlashining birdan-bir chorasi ustidagi farzand haqlarini to'liq ado qilish yo'lida bolalarga kichigidan boshlab iymon, islomni o'rgatib, yaxshi yomonni bildirib, ilm ma'rifat o'rgatib bu omonatni ado qilishdan iboratdir. Ota-onalar yuqorqilarni Alloh buyurgan bo'yicha ado qilgandan keyin ularning mas'uliyati tugaydi. Keyingi ishlarga bolalar o'zlari javobgar bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom har qanday bola islom dinini e'tirof qilishga hozir bo'lgan tabiati bilan tug'iladi. Uni ota-onasi Yahudi qiladi yoki xristian qiladi yoki majus qiladi degan. Buxoriy rivoyat. Demak, ota-onalar bolalarning qanday yetishib chiqishidan mas'uldir. Ular bolalarini islom nuri ostida adab axloqliq, din diyonatlik qilib yaxshi tarbiyalab chiqqan bo'lsa, uning mukofotini avval mushu dunyoda, ondan oxiratda cho'qim ko'radi. Agar bolalarini o'z havoyi havaslariga qo'yib berib, Allohning ko'rsatmasi bo'yicha yetishtirmagan bo'lsa, uning jazosini avval bu dunyoda, ondan oxiratda tortadi. Yomon bolaning ofati ota-onalarni turli balolarga duchor qiladi. Qiyomat kunida ularni xotirjam qilmaydi. Omonatni zoya qilgan kishi qanday javobgarlikka tortilsa, farzandlarining kelajagini zoya qilayotgan ota-onalarmi uningdan og'irroq javobgarlikka tortiladi. Chunki farzandlar Allohning ularga topshirgan omonatidir. Ota-onalarning ustidagi farzand haqlari. 1. Bolalarga ota-ona bo'lganlarning yaxshi tanlanishi. Bu mavzu otalar bilan onalarga o'xshashli qartilgan bo'lib, farzandlarning diyonatlik, go'zal axloqliq, al ishiga yaramliq va esil fazilatlik bo'lib chiqishi uchun ota bo'g'uchining kelajakda bolalarining onasi bo'ladigan ayolini diyonat bilan axloqini o'lcham qilgan holda yaxshi tanlashi zarur bo'lganidek, ona bo'g'uchining kelajakda bolalarining otasi bo'ladigan erni diyonat bilan axloqini o'lcham qilgan holda yaxshi tanlashi zarurdir. Payg'ambar alayhissalom erlarga qaratib, kishilar ayollarni 4 narsaga qarab tanlaydi. Ularning o'sin jamoliga, boyligiga, nasibiga va diyonatiga. Sen eng avval diyonatlik bo'lganini tanlagin. Agar shunday qilmasang, ziyon tortib qolasan deb ko'rsatgan. Imom Buxoriy rivoyat. Payg'ambar alayhissalom bu hadis orqali dinga, jamiyatga va xalqqa foydali yaxshi nasl yetildirib chiqish uchun shu naslga ona bo'g'uchi ayolni diyonatini asos qilgan holda yaxshi tanlab ilg'ashning ahamiyatini bayon qilgan. Esillik, yaxshilik faqat diyonat bilan o'lchanadi. Birovning diyonati bo'lmasdan qanchalik esil, sharafli oila bo'lib ketsin, uni shariat iste'molida yaxshi degili bo'lmaydi. Ayollarmi kelajakdagi farzandlarining otasi bo'ladigan jo'risini diyonat bilan axloqini mezon qilgan holda yaxshi tanlashi intayin zarurdir. Payg'ambar alayhissalom qizning oilasiga
axloqi bilan diyonati sizlarni rozi qiladigan qandoqli bir kishi sizlardan qiz so'rab kelsa, ularni darhol uylantiringlar. Agar unda qilmasanglar, yer yuzida cho'ng buzg'unchilikni tergan bo'lasizlar. Deyish orqali ayollarni jo'ri tanlashdagi islomiy prinsipni bayon qilib bergan. İmam Tirmizi rivoyat. 2. Balalarga go'zal ismlarni qo'yish. Balalarga go'zal chiroyli ismlarni qo'yish alohida ko'ngil bo'lishga tegishli ishdir. İslam dini hayotlikning har qaysi sohalarining hammasini o'z ichiga olgan komil bir din bo'lganlikdan bu mavzudagi insonlarga ba'zi tavsiyalarni qilishni unutmagan. Payg'ambar alayhissalom farzandlarga chiroyli, go'zal ismlarni qo'yish haqida sizlar qiyomat kunida isminglar bilan chaqirilasizlar. Şuna balalaringlarga chiroyli ismlarni qo'yinglar deb ko'rsatgan. Abu Davud rivoyati. O hamisha go'zal ismlarni qo'yishni tavsiya qiladi. Yoqimsiz ismlarni go'zal, yoqimli ismlarga o'zgartirib qo'yadi. 3. Buvoqlarning aqiqasini qilish. Aqiqa bola tug'ilgandan keyin uning chechini tushirgan chaqda Alloh taolaning bu katta ne'matiga shukr ado qilish yuzidan yo'qsillarni taomlantirish uchun qilinadigan qurbonlikdir. Yangi tug'ilgan o'g'il bolaning chechini to'liq tushirish sunnat ekanligida barliq ulamalar ittifoqdir. Ammo qiz bovoqning chechini tushirishning sunnatligi to'g'riliq ixtilof bor. Shundaqdimi, tushirishning bovoq uchun foydali ekanligini tibbiy mutaxassislar ta'kidlamoqda. 4. O'g'illarni xatni qilish. O'g'illarni xatni qilish samoviy dillarda buyurilib kelgan bir hukmdir. İslam şəriəti boyunca oğullarını xətni qilish sunnat bo'lib, ota-onalar ustidagi farzand haqlarining biridir. Yahudi dinidagilar garchi asldagi Yahudi dinining mohiyatidan chiqib ketgan bo'lsa-mu, hozirmi o'g'illarini xatni qilish ishini joriy qildirib kelmoqda. Ammo xristianlar garchi o'z vaqtida Isa alayhisalomning bu haqda vasiyatlari bo'lgan bo'lsa-mu, buningga amal qilmay kelmoqda. 5. Balalarni beqish. Onalarning iqtisodiy ahvolining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ularning ustiga farzandlarni beqish farzdir. Oilaning iqtisodiy ehtiyojidan chiqish faqat otaning ustiga buyurilgan farzdir. Ota bo'lgan kishi ayoliga va bolalariga nafiqa, chiqim qilish orqali oilasini ta'min etadi. Oilaning nafiqasi sil rahim qilish, sadaqa berish va uningdan boshqa barliq yaxshiliklardan cho'ng va eng oldingi o'rinda turadigan ahamiyatli farzdir. Payg'ambar alayhissalom oila nafiqasining ado qilinishida oldingi o'rinda turadiganligi haqida mundaq deydi. Yaxshilikni avval oilangdan boshlagin. Bola, meni kimga tashlab qo'ysan, menga oshnam bagin deydi. İmam Buxoriy rivoyat. Bolalarni yaxshi boqmay, ularning haqlarini zoya qilayotgan ota Allohning oldida gunohkor bo'ladi. Chunki bolalarning hol ahvoldan xabar olmay, ularni o'z hollariga tashlab etish eng og'ir gunoh kabirlardan sanaladi. Payg'ambar alayhissalom bolalar haqida mundaq deydi. Birovning gunohkor bo'lishi uchun uning farzandlarining haqlarini ado qilmay, zoya qilib etishi yetarlikdir. Abu Davud rivoyati. 6. Balalarni tarbiyalash. Alloh insoniyatni o'zining yer sharini gullantirish va insonlar jamiyatini taraqqiy qildirishdan iborat bo'lgan ulug'vor irodasini amalga oshirish ishida o'zidan xalifa o'rinbosar qilib yaratdi. Dunyoning gullanishi va jamiyatning taraqqiyoti faqat insonlar bilan bo'ladi. İnsanlar bütün kainatning xo'jayini. Shundoq ahamiyatli inson naslining asrlar bo'yi davomlashib kelishi faqat bir bir ayoldan iborat ikki asosdan qurilgan oilaning vositasi bilan amalga oshib kelmoqda. Oila har qanday insonning ibtidoiy maktabi bo'lib, bu maktabning mas'ul muallimlari oti bilan ona ikkisidir. İnsonning jamiyatga va xalqqa foydali bo'lib yetilib chiqishi faqat uning oilasidagi tunji qitim olgan ta'lim tarbiyasiga bog'liqdir. Şuna aile terbiyesi insan hayatında intayin muhim o'rin tutadi. Balalarni kichigiden iman, İslam ögütüp ve yaxshi yamanni bildirib, rost so'zlaydigan ve to'g'ri ish qiladigan qilib tarbiyalab chiqish ota-onalarning ustidagi farzand haqlarining biridir. Balalar balog'at yoshlariga yetishi bilan ular har xil o'yin tomoshalar va ko'ngil etishlar orqali bo'shliqlarini to'ldirishga tirishadi. Bu davr ota-onalarning farzandlariga eng diqqat qilishi zarur bo'lgan ahamiyatli bir davrdir. Balalarni bu yoshlarda tan sog'lomligi foydali bo'lgan pokiz, tan tarbiya va boshqa ijobiy faoliyatlar bilan mashg'ul qilmaganda, ular jamiyatga turli yomon odatlarga ko'nib qolgandan keyin ularni asliga qaytarish qiyin bo'ladi. Hatto mumkin bo'lmaydi. Shunga ota-onalar balalarini axloqsiz, diyonatsiz yomon do'stlardan yiroqlashtirishi va balalarning tan sog'lomligiga eng ziyonli bo'lgan tamaki
aroq, zina, fohish qatorliq yomon ishlardan ularni qat'iy cheklashi intayin zarurdir. Balalarni kichigidan boshlab barliq yomon odatlarning muqaddimalaridan tamoman yiroqlashtirib, ularning oddiy bir yomon ishga odatlanib qilishining oldini olishda hushyor bo'lishi intayin zarur. Qisqasi, ota-onalar balalarni iqtisodiy, axloqiy, aqliy va jismoniy jihatlardan tarbiyalab chiqishdan mas'ul. 7. Balalarni o'qitish. Balalarni qaysi fanlarda bo'lsin, o'qitish yoki ularga tirikchilikning kasblaridan biri kasb o'rgatish ota-onalarning ustidagi farzand haqlaridir. Balalarga diniy bilimlardan oldi bilan iymon va islomni o'rgatib bo'lgandan keyin shariat ahkomlaridan yaxshilik yomonlikni, halol haromni, amal ibodatlarning usullarini, islomiy adab axloqlarni va boshqalar bilan muomala qilish qoidalarini bilganga qadar o'qitish ota-onalarning ustiga Alloh tarafidan buyurilgan farz ayindir. Ammo balalarni diniy bilimlarda bo'lamdi yoki fanniy bilimlarda doktorlik, tarix, jo'g'rafiya, astronomiya, fizika, matematika, biologiya, falsafa va boshqalar qatorliq fanlarning qoidalarini o'qitib yetildirib chiqish farz kifoyi bo'lib sanaladi. Payg'ambar alayhissalom ilm o'rganish bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday musulmonga farzdir deb ko'rsatgan. Buxoriy rivoyat. Islom dinining eng avvalgi chaqirig'i bo'lgan va musulmonlarga farz bo'lib belgilangan o'qish, o'rganish buyruqi diniy ilmlarga yoki maxsus bir fanga qartilgan buyruq emas, balki u koinotning egisini taniydigan, iymon va axloq uchun xizmat qiladigan, insonlarga foydali bo'lgan butun ilm fanlarning hammasini o'z ichiga oladi albatta. 8. Balalarning to'ylarini qilish. Ota-onalarning ustidagi farzand haqlarining eng oxirgisi o'g'illarni diyonatlik va axloqli yaxshi yerdan o'ylab qo'yish. Qizlarni diyonatlik va axloqli yaxshi erlarga yotliq qilishdan iboratdir. Iqtisodiy qiyinchiligi yoki balalarning ba'zi bir tantagligidan norozi bo'lganligini bahona qilib, ularning o'ylanish va yotliq bo'lish ishlariga ahamiyat bermagan har qanday ota-ona islom nazarida cho'ng xatolik o'tkazgan bo'ladi. Qiz o'g'illarning to'y ishlarini bir kun bo'lsa-mu burnaroq ijro qilish shunchalik ko'p yaxshidir. Chunki qiz o'g'illar turmush qurish orqali o'zlarini yomon ishlarga berilishdan tizginlab qola oladi. Hamda ular ota-onalarining qadriga burnaroq yetadi va ularning singdirgan ajr mehnatlarini qaytarishga tirishadi. Haqiqiy to'g'riliq masalalar. 1078-savol. Haqiqiy qilishning qanday ahamiyati bor? Javob. Haqiqiy qilish musulmonlar o'rtasida umumlashishi zarur bo'lgan ta'kidlik sunnat amallaridan biri bo'lib, haqiqiy qilishda o'g'il bola uchun 2 qo'y, qiz bola uchun 1 qo'y bo'g'izlanadi. Haqiqiy uchun bo'g'izlanadigan qo'yning qurbonliqi yaraydigan qo'ydan bo'lishi shartdir. Haqiqini bu vaqt tug'ilib 7 kundan keyin qilish afzal sanalgan. 1078-savol. O'g'il uchun 1 qo'y, qiz uchun 2 qo'y bo'g'izlash shartmi? Javob. Oysha radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomning yangi tug'ilgan o'g'il bola uchun 2 qo'y, qiz bola uchun 1 qo'y bo'g'izlashga buyurgan deganligini rivoyat qilgan. Imom Tirmiziy rivoyat. O'g'illar uchun 2 qo'y bo'g'izlash sunnat, ammo iqtisodiy sharoiti yor bermagan kishilar 1 qo'y bo'g'izlasimi kifoya qiladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda toqatinglarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar deb buyurgan. Sura Ankabut 16-oyat. 1080-savol. Qo'y bo'g'izlamasdan go'sht elib tarqalsa bo'lamdi? Javob. Alloh taolaning roziligini ko'zlab qo'y bo'g'izlash ibodat bo'lib, xuddi hojilar haj jarayonida qurbonlik qilganiga o'xshash, haqiqiy qilishdimi mol bo'g'izlab qon eqitish talab qilinadi. Shung birov haqiqiy qilishda qo'y elib bo'g'izlaydigan pulga tayyor go'sht elib, uni yo'qsillarga sadiqa qilib tarqitib bersa, sadiqa qilganning savobini albatta topadi, ammo bu haqiqiy qilganga yetmaydi. 1081-savol. Bovoqning eng yaxshi oziqi nima? Javob. Har qanday hayot egasining hayotini davom qildirishi va saqliqni saqlashi uchun oziqlanish kerak. Oziqliqlarni o'z tarkiblariga qarab har xil bo'ladi. Bovoqlarning eng tabiiy, eng foydali oziqi sutdir. Sutlarning eng afzali va eng foydali bo'lgani sog'lom onaning suti bo'lib, endi tug'ilgan bovoqqa eng oz deganda 24 soat ona sutini emdirish uning tan saqligi uchun intayin muhimdir. Chunki tibbiy yakunlarga asoslanganda ona sutining tarkiblari bovoqning ehtiyojiga qarab taraqqib turadi. Bu alaydilik yasalgan sut turlarining tarkiblarida tepilmaydi. Shunga bovoqlarni ular 6 oylik bo'g'ichilik faqat ona suti bilan oziqlantirish tibbiy mutaxassislar tarafidan tavsiya qilinmoqda.
O'g'illarni xatna qilish va xatna to'y haqidagi masalalar. 1082 savol. O'g'illarni xatna qilish odati qachon paydo bo'lgan? Javob. O'g'illarni xatna qilish odatining insonlarning otasi Odam alayhissalomdan kelganligi so'zlanadi. Milodiyadan burungi 3500-yillarga oid Babil madaniyati qo'lyozmalarida o'g'illarni xatna qilishning usullari so'zlangan. Milodiyadan burungi 2200-yillarda Misrda o'tgan Tanxi Amun qabrisidan tepilgan qo'lyozmalarda o'g'illarni xatna qilishdan avval xatna qiladigan organni maxsus dorilar bilan mas qilganligi bayon qilingan. O'g'illarni xatna qilish payg'ambarlarning peshvosi Ibrohim alayhissalomdan boshlab rasmiy diniy tusga kirgan bir odat. 1083-savol. O'g'illarni xatna qilishning hukmi nima? Javob. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: 5 ish odam avlodining azaldinki odatidan sanaladi. Ular o'g'illarni xatna qilish, sunnat qilish, qo'ltig'ining tukini tozalash, tirnoqlarni ilish, burtini qisqartishdir. Imom Buxoriy, Muslim rivoyat. O'g'illarni xatna qilish masalasida islom mazhablari o'rtasida har xil qarashlar bor. Shafiy va Hanbali va Maliki mazhablariga ko'ra o'g'illarni xatna qilish farzdir, ammo Hanafiy mazhabida sunnatdir. 1084-savol. Xatna qachon qilinadi? Javob. Arab mamlakatlarida bola tug'ilgan vaqtda uning xatnisini qilib etish odati bor. Ba'zida bola tug'ilib bir haftadan keyin xatnisini qiladi. Alayda bir ahvol bo'lmasa, uningdan kechiktirmaydi. Saudiya Arabistonda tug'ilgan mashhur meditsina olimi doktor Muhammad al-Bari mundaq deb yozgan: Tibbiy tadqiqotlar o'g'illarni kichik yoshida xatna qilishning intayin foydali bir ish ekanligini isbotladi. Bolalarni tug'ilganiga 40 kun bo'lmasdan xatna qilish tibbiy jihatdan yaxshiroq. Doktor Muhammad Ali Barining Qur'on Karim va tibbiy taraqqiyot nomli asridan. Ammo Uyg'urlar va shundoqla barcha turkiy xalqlar o'g'il bolalarning xatnisini bolalar 6-7 yoshlarga kirgandan keyin qiladi. 1085-savol. Xatna qilishning tibbiy jihatdagi foydalari qaysilar? Javob. Dunyo sog'liqni tashkiloti o'g'illarni xatna qilishning AIDS kasalidan saqlanishning bir chorasi ekanligini e'lon qilgan. Dunyo sog'liqni tashkiloti yana Afrika mamlakatlarida elib borgan tibbiy tadqiqot natijasida xatna qilinganlarning HIV virusi bilan yuqumlanish nisbatining xatna qilinmaganlarnikidan 50% tuvan bo'ladiganligini isbotlab chiqqan. 2006-yilning oxirida Janubiy Afrikada elib berilgan tadqiqot natijalari burunqisini ta'kidlagan. Tibbiy mutaxassislardan doktor Hilberg mundaq deb yozgan: Tibbiy tadqiqotlar jinsiy organda bo'ladigan rakning xatna qilganlarda intayin oz ko'rilganligini, Yahudilar bilan musulmonlardan bundaq rakning yo'qning o'rnida ekanligini isbotladi. Chunki Yahudilar bilan musulmonlar o'g'il bolalarini kichik yoshida xatna qiladi. Xatni to'y qilish Uyg'urlarning milliy va diniy an'anasidir. 1086-savol. Xatni to'y qilishning hukmi nima? Javob. Xatni to'y qilish turkiy xalqlarning milliy va diniy esil an'analaridan bo'lib, dinimizda buyurilgan bir amalni ado qilganlik va Alloh taolaning farzand ato qilganligidan iborat katta ne'matiga shukr izhor qilish yuzasidan qilinadi. Xatni to'y xatnisi qilingan bolalar uchun zo'r xushallik elib keladi. Ularning xatni to'yi bo'lgan kun ular uchun rostli bayram bo'ladi. Do'stlari, tuqqanlari uni muboraklab hadiyalarni taqdim qiladi. Ota-onalarmi bayram xushalligini tantana qiladi. Alayda mehmon chaqirib, qozon esib bu xushallikni tantana qiladi. Bolalarning xatni to'yini qilish diniy va milliy an'ana bo'lib, uni davomlashtirish zarurdir. Bolalarning xatni to'yini qilish ularning tug'ilgan kunini xotirlab shamlarni yoqqandan natijasi yaxshi va esil faoliyatdir. Aksicha tug'ilgan kunni xotirlab bayram qilish bizning na diniy, na milliy an'analarimizdan emas.